Valentin Aleksandrovich Fabrikant 1907-yil 9-oktyabrda Moskvada agronom olim professor Aleksandr Iosifovich Fabrikant oilasida tavallud topgan. 1925-yilda u Moskva universitetining fizika-matematika fakultetiga o'qishga kirdi. U Vavilovning ma'ruzalarini tingladi. Uning rahbarligida Fabrikant fluoresens kvant rentabelligi bo'yicha tajriba ishlarini olib bordi. Vavilovning ta'siri Fabrikantning keyingi ilmiy ishlarida luminescent lampalarni yaratish va plazma diagnostikasi uchun luminescent zonalardan foydalanishlarini ham o'z aksini topdi. 1930-yilda universitet tugatgach, Fabrikant Butun ittifoq elektronika institutida ishlay boshladi va u yerda laboratoriyaga rahbarlik qildi. O'sha yilning o'zidayoq Vavilov tavsiyasi bilan MPEI fizika kafedrasida dars bera boshladi. 1932-yildan boshlab Fabrikant gaz razryadlar optikasi masalasini tadqiq qildi. U oqimning optik tadqiqotlari, umumiy sarxolash ostida bir qator maqolalar nashr etdi. Ularda oqim va bosimning keng diapazonida gaz zaryadlari nurlanishining spektral tarkibi va intensivligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud edi. 1935-yilda Fabrikantga dissertatsiya himoyasiz qator asarlari uchun fizika-matematika fanlari nomzodi ilmiy darajasi berildi. 1939-yilda Fabrikant Lebedev nomidagi fizika instituti gaz razryadlarining optik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Ishlab chiqaruvchi luminescent yorug'lik manbalarini yaratishda ham ishtirok etgan. 1951-yilda luminescent lampalarni ishlab chiqarish uchun Fabrikant Vavilov, Levshin, Butayeva va boshqalar bilan birgalikda ikkinchi darajali Stalin mukofoti laureati unvoniga sazovor bo'ldi. SSR Pedagogika fanlari akademiyasining haqiqiy a'zosi. Bu vaqtda u maktab ta'limini isloh qilishda faol ishtirok eta boshladi. Uning ishtirokida o'rta maktabda fizika o'qitish metodika asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, u tomonidan ifodalangan didaktik tamoyillar aks ettirilgan. Ko'p yillar davomida bilim jamiyati prezidiumi a'zosi, radiotexnika va elektronika, kvant va maktabda fizika jurnallarining tahririyati a'zosi bo'lgan. Umrining so'nggi yillarida Fabrikant MPEIning fizika 1 kafedrasida maslahatchi professor bo'lib ishlagan. Fabrikant 250 dan ortiq asarlarni nashr etdi. 1991-yil 3-marta vafot etgan. U Moskvada Veganovskiy qabristonining kolumbariysiga dafn etilgan.